Mana hozir yana bitta mijozimizga Atikon kompaniyasini quloqning ichidagi ko'rinmaydigan apparatlarini esa berdik. Ikkala quloqqa. Bundan oldin mijozimiz quloqning ustidagi ko'rinib turadigan eshitish moslamasini taqqanlar. Mana yangi apparatlaringizni taqib olsangiz, keyin taqib qo'ya qolamiz. Eshityapsizmi? Hozir yaxshi eshityapsizmi meni? Oldingidan yaxshi bo'ldimi? Qani to'g'riga qarayingchi, men gapiraman, nima desam ketimdan qaytaring. 98 65 dasturxon chumoli olma. Yaxshi. O'zingizga yoqdimi? Yaxshimi hammasi?